Mabodo Koreyada bo'lsangiz va aynan mana shu joyga kelmoqchi bo'lsangiz, biletni internetdan olishni tavsiya qilaman. Sababi arzonroq olasiz, bu yerda очередь kutmaysiz. Va hanbok kiyib olishgan qaranglar, ishchilari qadimiy kiyim. Vau, уже binolar как будто eski binolarni eslatadigandek qurilgani bilinyapti. Oldinda bizlarni nimalar kutyapti? Qanaqa joylar bor? Meni ham hech qanday ma'lumotga ega emasman, sabab birinchi marta kelishim. Iloji boricha eng chiroyli joylarini sizlarga ko'rsatib borishga harakat qilaman. Shu narsani oldindan yaqindan ko'rish xohlaganman, lekin bu soxtasi ekan. Bu tushunishinglar uchun Tangam kinolarida ham mana idishlar bo'lardi-yu, ichiga ko'pgina ovqat tayyorlab qo'yishardi. Shunaqa idish bo'lar ekan. Soat nechida necha marta qanaqa konsert bo'lishini plakati bor ekan. Biz ham rasmga oldik. Hozir mana shunaqa skuchniy konsert bo'lyapti. Kiyimlari yoqdi lekin menga. Men bunaqa joydan nimadir olib yeyman. Asosan ko'chaga borganimizda shu ovqati deb ko'p qiynalaman. Men bunaqa kartoshka yeya olaman deb. Erjon bo'lsa, bu yerda bu yerda oshxona bor ekan. Ko'rinishini qaranglar. Bir ham eski stilda. O'sha joyda ovqatlanadilar. Mana ovqatim olib keldik. Endi o'zlariga zakaz qilyaptilar. Oshxonani ichi mana shunaqa. Bizlar Namanganda Chorsuda, oddiy o'zbek milliy oshxonalar umuman olganda bo'ladi-ku, xuddi shunga o'xshab ketadi. Обычный, lekin hamma ovqatlar bor. Mana shu kartoshkani juda ham yaxshi ko'raman-da. O'zimizlar Namanganda Afsonada ham sotar ekan, ko'rib olib ko'rsam, bu boshqa dunyo, bu boshqa dunyo, ishonasizlar. Lekin bu yerda ham hamma joyda mazali qilmaydi. Normal ekan, unaqa zo'r emas. Men aytgancha, hozir men ham Koreyani milliy libosini kiyaman, hanbok kiyaman. Xudo xohlasa. Erjon ovqatlari keldi. Bolajonim, men o'sha kashasini ichib bo'lmabdi. Men ham endi ish boshladim. Hanbok kiyishga ketyapman. Koreyani milliy libosini hozir o'zi tashqarida shunaqa do'kon bor ekan, ichkarida ham kattadan topdik. Ichkaridagisiga kiramiz, chunki biletimiz kuyib ketishi mumkin. Tashqariga chiqsak, qaytib kira olmasligimiz mumkin. Appa qani appa? Men bu bola nimaga faqat dada deydi? Eng qizig'i o'zbek tilida dada derdi oldin, hozir faqat koreys tilida appa deydi xolos. Doim shunaqa gap gapirsam yig'laydi. Yig'lama. Oyi degan so'zni koreys tilida ham, o'zbek tilida ham aytmaydi. Ne только oyi, umuman boshqa gap gapirmaydi. Faqat appa appa. Dadasi bo'lsa bo'ldi bunga. Ashnaqami? Ashnaqa-ku? Urishishini qaranglar men bilan. Kim arenda olish do'koni u yoqda ekan, lekin men buni qaranglar. Bu hali shuncha yurgan joyimiz hali hammasi emas ekan. Основной vxod bu yoqda ekan. Biz magazindan tanlaymiz, bu yoqda shkafchalarga kerakli narsalarimizni, to есть kiyimlarimizni keraksizini qo'yib ketamiz. Eng qiyini tanlash, mana shuncha kiyim orasidan tanlashimiz kerak. Juda ham ko'p variant. Har xillari. Men qizilini tanladim, Erjon yashilini tanladilar. Lekin men bu menga ko'proq yoqdi, Erjonga ham потом bunday solishtirganda. Men shuni kiyib ko'rdim. Kiyincha to'liq obrazimni hozir ko'rsataman, sochimni qildirib olaman. Bu go'zallikni qaranglar. Sochim orqasini bir narsa qildirdim, nimadirlar taqib tashlashdi. Uni ko'rsata olmayman, o'zi Erjonga aytaman, videoga olib qo'ying deb. Juda ham go'zal. Faqat bitta minusi. O'tgan safar kiygan bunaqa hanbokim uzun edi-da, bunda oyog'im azgincha ko'rinyapti. Uzrasi ham yomon ko'raman, oyoq ko'rinib tursa, no, stilli chiroyli ekan. Endi haqiqiy qishloq hayoti boshlandi. Vau! Hozir hammasini yaqindan ko'rsataman, juda ham chiroyli. Buni qaranglar, bir ham qadimiy eshik. Chiroyli lekin, xuddi kinolardagidek. Vau! 저기에 이제 소를 Molni mashta so'yib, nimadirlarni ajratib, nimadirlar tayyorlashgan ekan. Mana shunaqa joylar bo'lar ekan-da o'zi. O'shani ko'rsatish uchun qurilgan menimcha. Ishda olgan odamlar yashagan ekan. Ichkarisi uy, bir ham deb qo'yishgan narsalarga ham nimadirlar yozib qo'yishgan. To'g'risi eng maza qilayotgan odam men bo'laman. Bolajonim zerikib qiynalib ketdi. Erjon bo'lsa videoga olib yurib qiynalib ketdilar. Men bo'lsa ham telefonga, ham kameraga, videoga olib yuribman-da. Bu joyda menimcha guruch tayyorlashgan deb aytdilar Erjon. Idishlarni qaranglar, o'sha qadimiy kinodagi idishlardan hammasi. Voy, men bitta mol boqishar ekan hozir ham. Va, aytdim-da, men hidi kelyapti deb. Kirish mumkin emas, lekin ichkarini ko'rsatishga harakat qilaman. Qaranglar. Vau. Umuman atmosfera boshqacha. Xonani lekin kichkinaligini men tasvirlab bera olmayman. Juda ham kichkina. Men bu nima joy bilmadim-ku, shundoq narsalar yotibdi. Fortishka qilib ochib qo'yishgan. Odam endi haykalga o'xshatib qo'yib qo'yilgan-ku. Endi tushunyapsizlarmi, xona qanchalik kichkina. Pogimoya. Chuban, ha, oshxona ekan. 불 때고 했었네요. 가봉이 있고. Vau.
좀 어두워서 영상이 잘 안 나와. 안 나와? qorong'i ekanda anaqada yaxshi ko'rinmasligi mumkin kamerada. Mana bu o'choq. Bizani O'zbekistonda ham o'choqlar bo'lgan-ku. Shunaqa joyli ekan. Savatni kim tanidi, o'rtoqlar? O'zimizlar O'zbekistonda ham bor-ku. Zo'r-a? Mana bir shunaqa joy hovli shaklida tayyorlab qo'yishgan turistlar uchun. Mana bu gilam, menimcha 이게 바닥에 깔리는 거야? 저거 만드는 거네. 멍석. 바닥에 gilam ekan. Buni sizlarga haqiqiy o'tmishning atmosferasi. Bu yoqda olov yoqsa, ya'ni o'choqda endi bu ham shunda yon tomonda tutun chiqib ketadigan qilishgan ekan. Bu yoqda yana nimadir ishxonalar. Qaranglar, ko'rinyaptimi o'zi bilmayman, lekin videoga olishga harakat qilaman. 신발. Vau, oyoq kiyim. 신발. Vau. 이렇게 신을 수 있어. Shuna bo'lsa, 여기 신을 수 있는 거. kiyib ko'rsa bo'lar ekan oyoq kiyimni. Mana yana bitta oshxona. Stili umuman boshqacha. O'choqlari ko'p ekan bu yerda. Ko'proq odam yashagan sharoitni ko'rsatmoqchi bo'lishgan shekilli. Hozir turgan joyimiz prям bir mahalla qilib tayyorlangan ekan turistlar uchun. Orqamizdagi uy boyvachcharoq odamlarning uyidaqa. Bundan oldingi joylar tak kambag'alroq, qiynalib yashagan oilaning uyidaqa har xil turda ko'rsatishgan ekan. Prям bor atmosfera, real bitta mahalla. Ketdik boyvachchalarning uyini ko'rgani. Vau, kattagina ekan. Baland ekan. Farqi ancha qaranglar. Xonalari alohida. Bo'la ish joylari, menimcha ishchilarni, конечно, endi boyvachchalar o'zi ishlamaydi-ku. Bu o'sha qadimiy teplopol. Mana shu yerda o't yoqishsa, olov yoqishsa, tepadagi xona isirgan o'sha vaqtda. Yonida qaranglar, u yoqda ahamiyat bersanglar, yana qiynalgan oilani sharoitini ko'rsatishgan, adashmasam. Hozir ichkarini ham ko'rsataman, bitta zo'r. Ustoz bilan anaqada, menimcha o'quvchi. Endi tushunib, kiyimiga qaranglar, boyvachchani bolasiga ustoz kelib dars o'tyapti. Bu yerda ham qanaqadir xona bor, eshigi yopiq ekan. Bu yoqlar hammasi alohida xona. Bu yoqning sharoitini qaranglar, hozir ham даже odam kelib yashasa bo'ladi degan sharoit. Hamma savatchalarni o'shanda ham bo'lgan ekan. Bu menimcha endi omborxona. Men uradigan narsalardan hozir urib ko'raman. Tepada madraxona, xullas xonalar juda ham ko'p, prям odam xuddi yashayotgandek tasavvur qilasizlar bu yoqni ko'rsanglar. Voy, yiqilib tushaydim. Dazmol qilaman. Tasavvur qilasizlar, mana shu qilib kiyimlarni tekislashgan ekan. Amir, yoqdimi senga o'g'lim? 신기한 거. 이게. Chiroyli videolarni telefonimga ham oldiryapman-da, reels yasayman deb. Qaranglar atmosferani. Mana shu joyda rasmga tushamiz. Erjon aytayotdilar, hammasi qadimda qanday bo'lsa shunaqa qilib qo'yishgan deb. Mana bu tomlar bor-ku, bu yoqdan juda past, lekin ichkarisi tomondan ozgincha baland. Uylar ham o'zi baland bo'lmagani uchun shunaqa ekanda. Somonli qaranglar. 1 yilda bir martami, 2 yilda bir martami almashtiriladi buni deyaptilar. Shuncha uchun mana shunday kiyim-kiyimchiga chivin kirib oldim, bilmayman, shunaqa nimadir chaqyapti. Hozir kirdim, tekshirgan hojatxonada va iloji yo'q boshqa. No, hech narsa yo'q. Menimcha material неприятный. Lekin eng qimmati shu edi-da. Shunaqa noqulay ekan. Oldingilar qanaqa qilib yashagan tushunmadim men. O'sha qadimdagi militsiyaxona ekan, ya'ni politseyskiy. Ajoyib-a? Katta saroy deb o'ylabman. Menimcha не только militsiyskiy joy bu, balkim sud shunaqalar ham mashitda bo'lgan shekilli. Chunki oddiy politseyskiy xona uchun juda kattalik qiladi. Mana bu ham bir jazolash turi ekan. Menimcha urushsa kerak-da shunda. Urushgan bo'lsa kerak deylik, to'g'riroq bo'ladi. Mana bunaqa narsalar ham bor ekan, lekin nimaligini bilolmayapmiz. Shunaqa noqulay bo'lyapti, mana bu kiyimda nimadir chaqitimi bilmayman, materialmi, xullas boya tushuntirganimdek. Erim kiyimini almashtirib kelamiz dedilar, no, o'sha uzoqgina yurib qo'ydik-da. Bu yoqni ham ko'rib ketaylik deb olib keldim. Lekin bu yoqda ham o'sha bir xil. Albatta o'zgarishlar bor, lekin kameraga anaqa qilganda. Chinchaning-da. yopingmi? Otlarni qo'yib qo'yishganda qaranglar. 저거도 진짜요? 첫 번째 있는 건 내가 같은 줄 알았어. 나도 오빠 이거 같은 줄 알았어? 저거 보고 birinchi turganini qaranglar. 진짜인데? haykalga o'xshab turibdi-da, qimirlamasdan. 왜 같은 줄 알았어? Nodo. Haykal deb o'ylagandim. 땡인 거 보고서 진짜인데? Bu yoqdagi bilinib turibdi haykal emasligi. Nomamni turishini qaranglar. Qimirlamayapti haykallarga. Yaltirashini buni. Mana shu kiyimimda ot minib ko'raman endi. Imini aylanib o'tdik, mana shuni minib ko'rish uchun. Imini mana shu sayohat qiladigan joyda turklar juda ham ko'p ekan.
nechta oila ko'rdim o'sha turk. Boshqa joylarda unaqa ko'p ko'rmasdim-da, faqat Seulda ko'rardim. Bunaqa qadimiy joylarda ko'rmasdim. Mana shu orqadagi odamlar ham turklardan. 자기 이거 되게 타봤어? 한 번도 안 타봤지? 이거 엄청 흔들려 이렇게. Erjon shunaqa qiynalib ketdilar, kameraga ham, telefonga ham videoga olib, oxirida telefonga rasmga olib, o'lgan ustiga tepgan qilib, meni yetaklab yurgan bola otni oldida juda tez o'tib ketar ekanda. O'zi fotozona deb yozib qo'ygan, o'sha yergacha turish kerak, hatto 1 minut turish kerak. Hamma o'sha to'xtab rasmga tushishni kutyapti, lekin u bola bir 15 sekund turdi xolos-da. Normal, iloji boricha Erjon harakat qildilar. Tinmasdan rahmat deyapman. Qiynalik bo'lsa ham olib berdingiz deb. Chunki realni bitta joyi ham kameraga, ham telefonga olishga ulgurish oson emas-da. Erjon ulgurdilar. Daraxtim nimaga mamlax qilib qo'yishganini tushunmadim. Erjon ham bilmas ekanlar, o'qib beryaptilar. Hozir menga tushuntirib beradilar menimcha. Tushunsalar agar. Pul bog'lab ketishgan-ku. Tavba. Yoki toniya ton. Pul bog'lab ketishibdi, tavba qildim jinnilar. Menga bermaydimi, duo qilib qo'yardim. Daraxtga ham pul bog'laydim. Menimcha bu ham bir niyat qilib bog'lab qo'yadi, shunaqa shekilli-da. Mana bilolmadik. Va haninchi mulla opa? 좀 봐야 돼. Erjon ham bilmas ekanlar. Men bu joy nimaligini tushunmadim-ku, o'tirsa bo'ladigan joylar qilib qo'yishibdi, ko'bi. Bu narsa yeb ketsa bo'lar ekan. Joyiga. Shirinchaligini qaranglar, qizchani. Suv qaranglar, tozaligini. Yo'lni почти oxirida mana shunaqa polniy oshxonalar, dam olish zonalari bor ekan. Chunki yo'l juda ham uzoqdir realni. Hamma qorni ochib ketganlar, xotirjam dam oldi, ovqatlanib. Atmosferani, go'zallik. Xudo chiroyliligini buni. Bunaqa ko'p joylarda rasmga tushaman. Prям shunaqa chiroyli chiqyapti. Xudo xohlasa Instagramga joylayman. Atmosferani qaranglar, qanaqa rasmga tushmasligi mumkin. Bu joy qaranglar. Chiroyli-a. Shunaqa go'zallik, ishoninglar, qaniydi hamma go'zallikni kameraga yetkazib bera olganda. Mana daraxtlar orasida suv o'tgan, ko'priklar bor. Juda ham chiroyli bor-ku. Jonlarga tegdim o'sha. Rasm olib bering, video olib bering deb orqada ko'ryaptilar. O'sha video olmayman demoqchi edim, mana bu go'zallikni qaranglar. Shunaqa chiroyli ko'rinadigan ana soyalari bilan. Bu yoqda saroy bor ekan. Bu yoqda mana bunaqa kachela zonalar. U nariyoqda kema ham bor edi, lekin videoga ololmadim. Qiynalib ketdim, shoshilib kiyimimni almashtirishga ketyapman. Vot, yana qaytib keldik, faqatgina u nariyoq tomondan aylanib, orqa tomondan qaytib keldik. Ko'rinish juda ham go'zal. Вообще chiroyli. Mana bu tomonda umuman boshqa atmosfera. 또 나오고 있어 사람들. 앞으로 나올 거야. 와. boshidagini qaranglar, boshini o'zi bilan shuncha harakat qilyapti bular. Yo'jam mana bu qiz вообще haqiqiy chiroyli ekan. Tangamdagi ana o'qituvchi xonimi. Sekarang bohan gua. Mamanya ham chiroyliligini. 반가워. 그래. 반갑구나.
Qotilli erkakmi shunda? O'sha boshidan boshlab hozirgacha kelgan an'anaviy kiyimlari, turli tuman o'ynash tarzi. 하나다가 발견다라 대략같이 발견다라 어둠 속에 불빛이 우리에게 비춰주네. Aytsa juda xalaqit qildilar lekin. Fantallar, har xil shunaqa o'yinlar qilishyapti, kachelilar bor ekan, o'zimizning parkga o'xshab. No, uni ko'rsata olmas ekanman. Telefonim ham, kameram ham zaryadi tugadi. O'shaning uchun bu video faqatgina qadimiy mahallaning videosi bo'lib qoldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga xayr. Hayır.